هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Zuhruf tafsiri 26. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zuhruf suresi 26. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Öz vaqtida İbrahim atısıga ve kavmiga aytdi: Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostli ado judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kalima tavhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Belki men bular, ya'ni Makka aholisini ve bularning ota bobolarını uzun ömür ve ne'matdan bahramand qildim. Taki ularga haq, ya'ni Qur'on ve ro'shan payg'ambar Muhammad alayhissalom kelguncha, ularga haq, ya'ni Qur'on kelganda ular bu sehrdir, biz haqiqatan uni inkor qilguvchimiz deyishdi. Ular bu Qur'on nimishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Taif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Rabbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Rabbingning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufriga qiziqib, mollaridan kufriga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrida bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, merhametlik Allah'ni inkar qilgan kishilarning o'ylarining o'gizlarini ve onunla çıkadigan şo'tillarni kumushdan qilib beradi. Ularning o'ylarining ishiklarini ve taxtlarini mu kumushdan qilib beradi. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beradi. Ularning hammasi faqat dünya terikçilikide faydalanadigan narsalardir. Rabbingning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat ve uningdagi noz ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Alloh taolaning do'sti İbrahimning tavhidni e'lon qilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda o'zining bandisi, payg'ambari, so'yimlik do'sti, to'g'ri yo'ldagilarning peshvosi, o'zidan keyin avatilgan payg'ambarlarning otasi bo'lgan Quraysh qabilasi o'zlarining nasibini va kelib chiqishini uningga mansub qiladigan payg'ambar İbrahim alayhissalomdan xabar berib mundaq deydi: İbrahim alayhissalom otasidan va qavmidan ularning butlarga ibodat qilganligi uchun ada juda bo'ldi ve mundaq dedi: Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostli ada judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kalima tavhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Ya'ni u qoldirib ketgan tavhid so'zi hech shirki bo'lmagan yalğız Allah Teala'ya ibadet qilish, Allah Teala'dan başka
butlardan butunlay aloqasini uzish va Alloh taoladan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir deb e'tiqod qilishdan iboratdir. İbrahim alayhissalom avlodidan Alloh taolo hidoyat qilgan odam o'ziga ergashsin, ya'ni kalima tavhid qaytsin deb kalima tavhidni avlodlarining ichida mangulik qoldirdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ekrima, Mujahid, Zahak, Qatada, Suddi va boshqalar bu oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni u so'z Alloh taoladan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir degan so'zdir. İbrahimning avlodi ichida tavhid kalimasini hamisha aytadigan odam chiqib turdi. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mushuning o'xshash deganligi rivoyat qilindi. Ibn Zayd u so'z islom shuaridir dedi. Onun bu so'zi yuqoridagi ko'pchilikning deganlari bilan bir ma'noni ko'rsatdi. Makka ahlining payg'ambar alayhisalomdan yuz o'rishi, ularning unga e'tiroz bildirishi va bu e'tirozga berilgan javob to'g'risida. Belki men bular, ya'ni Makka aholisini va bularning ota-bobollarini uzun umr ve nimetten bahriman kıldım. Yani Allah Teala müşriklarga ve ulanın atıboğullarga gerçi ular gumrahlıkta bolsumu uzun ömür verdi. Ta ki ulağa hak, yani Kur'an ve Roşen Peygamber Muhammed Aleyhisselam kelgiçe, yani ulağa peygamberlik ve agahlandırış kelgiçe uzun ömür verdi. Ulağa hak, yani Kur'an kelgende ular bu sihridir, biz hakikaten onu inkar kılgıcımız deyişti. Yani ular Kur'an'dan tanıdı. Onun bilen karşılaştı. Küfrülük, hasad, fitne fasad dilleriga toşup ketkenlikinden onu kabul kılışını red kıldı. Yüksek ve pak Allah Teala nazil kılgan bu Kur'an'a itiraz bildirip, bu Kur'an nemişqa iki şehir, yani Mekke bilen Taif adamlarından bir katta adamga nazil kılınmadı deyişti. İbn Abbas radıyallahu anhuma, Ekrima, Muhammed ibn Ka'b, Qurayzi, Qatada, Suddi ve İbn Zayd qatarlıqlar mundaqdaydı. Yani ular bu Kur'an nemişqa Mekke bilen Taif'ten ibaret iki şehir adamlarından ularning ko'zlarida yüz obro'yliq katta ko'rinadigan bir odamga nazil qilinmadi. Bir necha tafsirshunoslar mushriklar bu so'zlar bilan Valid ibn Mughira va Urva ibn Mas'ud Saqafini demoqchi edi. Bu oyatning oshkor ma'nosi, ular bu iki şehir adamlarının qaysisining bo'lishidan qat'iy nazar katta bir odamning bo'lishi kerakligini xohlaydiganligini bildirishdan iboratdir. Alloh taolo ularning bu e'tirozlariga raddiya berib mundaq deydi. Rabbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Ya'ni ish ularga topshirilmaydi, balki Alloh taologa topshirildi. Alloh taolo payg'ambarlikni kimga beradiganligini obdan biladi. Alloh taolo vahiyni faqat insonlar ichidan qalbi va ruhi eng pok, eng sharaflik oiladan kelib chiqqan, asli kelib chiqishi eng esil odamga nazil qildi. Alloh taolo insonlarning orasini ularga bergan pul, mol, rizq, aql, tushuncha va boshqa tashqi va ichki jihatdagi aql idrokni farqli qilib yaratganligini bayon qilib mundaq deydi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsasin deb ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik.
Suddi va boshqalar bu oyatning ma'nosi kishilarning bir-biriga ishlarda hojati bo'lganligidan ba'zisi boshqarib ish qilsasin deb shunday qildik deganlik bo'ladi dedi. Rabbingning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollardan yaxshidir. Ya'ni Alloh taolaning insonlarga bo'lgan rahmati ular uchun ularning qo'llaridagi pul moldan, hayot va dunyo manfaatlaridan yaxshidir. Pul mol berilganlikning Alloh taolaning ulardan rozi bo'lganligining alomati emasligi to'g'risida. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufrga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrida bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, ya'ni agar kallasi oddiy, jahil, nurg'un odamlar o'z xiyollarida bizga berilgan pul mollar Allohning bizni yaxshi ko'rganligidan berilgan deb qarab, pul mol uchun hammasi kafir bo'lib ketmasa edi, bu İbn Abbas, Hasan, Qatada, Suddi va boshqalarning bu oyat haqida qilgan so'zining xulosi mazmundir. Merhametlik Allah'ını inkar qilgan kishilarning o'ylarining o'gizlarini va uningga chiqadigan sho'tillarni kumushdan qilib beradi. İbn Abbas, Mujahid, Qatada, Suddi, İbn Zayd va boshqalar bu oyatni sho'tilani va palambaylarni kumushdan qilib beradi deganlikdir deb tafsir qildi. Ularning o'ylarining ishiklarini, ya'ni ishiklarining taqoqlarini ve taxtlarini mu kumushdan qilib beradi. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Ya'ni bu narsalarning hammasini kumushdan qilib beradi. Yuqoriqilarning ba'zisini oltindan qilib beradi. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Ya'ni ular faqat tugab ketadigan Alloh taolaning huzurida arzimas dunyo manfaatlaridir. Alloh taolo ularning dunyoda qilgan yaxshi amallari uchun oxiratda oladigan haqqini bu dunyoda berib, yemek içmekini bayashat qilib berdi. Xuddi sahih hadisda bayon qilingandek, ularga Alloh taolaning huzurida mukofot beradigan yaxshiligi bo'lmaydi. Yana bir hadisda mundaq bayon qilingan: agar mol dunyo Alloh taolaning huzurida pashining qantichilik qadriga ilinadigan narsa bo'lsa, Alloh taolo kafirga uningdan bir yutum suvmu bermagan bo'ladi. Bu hadisni Imom Tirmizi, Bag'aviy rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Rabbingning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz-u ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Ya'ni jannat ularga xosdir. Jannatga ulardan boshqa hech kim shirik bo'la olmaydi. Payg'ambar alayhisalom ayollari bilan bir oy birga bo'lmaslikka qasam qilib, o'ziga xos uyida kun o'tkazayotgan kunlarda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu uning yeniga kirib, Payg'ambar alayhisalomning bo'ridan to'qilgan karvat ustida yotganligini, bo'rining uning muborak beqiniga petib ketganligini ko'rib, ko'zlaridan taromlab yosh chiqib ketdi. Shuning bilan u: "Ey Allohning payg'ambari, Kisra bilan Qaysar ikkisi til bilan tasvirligisiz shundoq bayashat turmush ichida yashaydi. Sen bo'lsang Alloh taolaning insonlar ichidan tanlagan eng yaxshi odami" deydi. Payg'ambar alayhisalom yo'linib o'ltirgan yeridan qaddini ruslab o'ltirib: "Ey Umar, sen shekdimi?" deydi. Ondan Payg'ambar alayhisalom so'zini davom qilib: "En shular pak nesilleri hayatı dünyadalla tiz beritilgen bir kavimdir" deydi. Yani bir rivayette: "Ey Ömer, ahiretning bizga
dunyoning ulağa bo'lishiga rozi bo'lmamsan deyilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Oltin va kumush qachilarda ichimlik ichmanglar. Oltin va kumush leganlarda yemeklik yemanglar. Oltin va kumush qachilarni ishlatish dunyoda kofirlar uchundir. Oxiratda biz uchundir. Dunyo boyligi arzimas narsa bo'lganligi uchun Alloh taolo haqiqatan uni kofirlarga ne'mat qilib berdi. Bu haqda Imom Tirmiziy va Ibn Majah Sahl ibn Saiddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar dunyo Alloh taoloning huzurida pashining qanotchilik qadriga elindigan narsa bo'lsa, Alloh taolo kofirlarga uningdan hargizmi bir yutum suvmi bermagan bo'ladi. Kimiki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubhisizki shaytonlar ularni, ya'ni azg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chaqda hamrohiga: "Koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orlig'idek orliq bo'lsa ekan. Sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding", deydi. Ularga: "Dunyodagi chaqda zulm qilganliginglar, ya'ni shirik keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobga o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi. Bugun sizlarning azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi" deyiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen gaslarga anglata olamsan ya ko'rlarni to'g'ri yo'lga sala olamsan? Ya'ni kuffarlar gaslarga, ko'rlarga o'xshaydi. Oshkora gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan? Ularni jazolashdan ilgari seni elib ketsak, ya'ni vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki ularga, ya'ni ularga azob qilishga qodirmiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana vahiy qilingan Qur'onga chin isilgin. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadirsan. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilsizlar. Senden burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab baqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qiladigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Marhamatlik Alloh taolodan yuz o'rgan kishining shaytonning do'sti ekanligi. Kimiki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, ya'ni kimiki Qur'onning va'z nasihatlariga ko'rlik qiladigan va g'aflatda qoladigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: kimiki o'ziga mo'jizalar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladigan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga ergishadigan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz.
Jahannam nima degan yomon joy? Ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burib etdi. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Ularga biz şeytanlardan dostlarını musallat qildik. Ular, ya'ni şeytanlar, ularga oldi keynidagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi va kelgusidagi qabih amallarini chiroyli ko'rsatdi. Shak shubhisizki şeytanlar ularni, ya'ni azg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chaqda, ya'ni hidoyatdan g'ofil bo'lgan bu odamga biz uni to'g'ri yo'ldan ozdirib, do'zax yo'liga boshlaydigan shaytonlarni musallat qilamiz. Alloh taolo qiyomat kuni kafirga tegishli jazosini berganda, u o'ziga musallat qilingan shaytonga tapitani qilib, "Koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidagi oraliq bo'lsa ekan. Sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding" deydi. Ularga dunyodagi chaqda zulm qilganliginglar, ya'ni shirk keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi deyiladi. Ya'ni sizlarning do'zaxda jam bo'lganliginglar, qattiq azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga bo'lgan azobni yengiltalmaydi. Anısının qo'sig'idagi chaqda baxtsiz deb tutilgan odamning hidoyat topolmaydiganligi to'g'risida. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen gaslarga anglata olamsan yoki ko'rlarni to'g'ri yo'lga sala olamsan? Ya'ni kuffarlar gaslarga, ko'rlarga o'xshaydi. Oshkor gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan? Ya'ni bu sening ishing emas. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Ularni hidoyat qilish ishi sening ustingga bitilganligi yo'q. Ularni hidoyat qilish ishi sening ustingga yuklangani yo'q. Lekin Alloh taolo xohlagan odamni hidoyat qildi. Xohlagan odamni gumroh qiladi. Alloh taolo shunday qilishda adil hukm chiqarg'uchidir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Alloh taolaning payg'ambarning dushmanlaridan cho'qim intiqom oladiganlik to'g'risida. Ularni jazolashdan ilgari seni elib ketsak yoki vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Ya'ni agar seni dargohimizga elib ketsakmi, biz ulardan cho'qim intiqom olamiz. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki ularga, ya'ni ularga azob qilishga qodirmiz. Ya'ni biz seni elib ketgandan keyin ularni jazolashga yoki sen hayot chig'ingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatishga qodirmiz. Alloh taolo taki payg'ambar alayhisalomning ko'nglini dushmanlaridan xotirjam qilib, o'zining hukmini ularning ustida yurgizib, ularning qo'rg'onlariga saltanatni tiklab, ondan uni qabziroq qildi. Bu Suddi va Ibn Jarirning bu oyat haqidagi so'zining xulosa ma'nosidir. Qur'onga chin isilishga ogohlantirish to'g'risida. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana vahiy qilingan Qur'onga chin isilg'in. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadirsan. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening qalbingga nozil qilingan Qur'onni tutqa qilgin. Qur'on haqdir. Qur'on boshlagan yo'l haqdir. U yo'l Alloh taolaning to'g'ri yo'lidirki, u bandalarni nozu ne'matlik jannatlarga muqim bo'lgan mangulik yaxshilikqa yetkazadigan yo'ldir. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Bu oyatning mazmuni Qur'on ularga o'z tilida nozil qilinganligi uchun u ularga sharaf elib keladi.
Chunki ular Qur'onni eng yaxshi tushunadigan insonlardir. Shuning uchun ular Qur'onni eng to'g'ri yo'l belgisi qilgan. Qur'onning talabiga eng uyg'un ish qilgan insonlardan bo'lish kerak deganlik bo'ladi. Ilgir o'tgan muhojirlardan ixlosman, yaxshi tanlangan kishilar ularga o'xshagan va ularning yo'liga ergashgan kishilar ana shundoq edi. Ba'zi tafsirshunoslar yuqoridagi oyatning ma'nosi Qur'on sana va sening qavmingga albatta va'z nasihatdir deganlik bo'ladi dedi. Ularni, ya'ni payg'ambar alayhisalomni va qavmini xususiy tilga elish hargizmi ulardan boshqalarni bu oyatning mazmunining teshida qoldirishdan derak bermaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: sizlarning shon sharifinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? Yaqin xish aqrabolaringlarni ogohlantirgan. Yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirgan. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'ralsizlar. Ya'ni sizlar Qur'onga amal qildinglarmi? Uni qabul qildinglarmi? Sizlar buningdan, ya'ni Qur'ondan so'ralsizlar. Senden burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab bakınki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Ya'ni barliq payg'ambarlar insonlarni sen da'vat qilgan narsaga, ya'ni hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga da'vat qildi. Ular kishilarni butlarga, shirklarga ibodat qilishdan to'sdi. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Zuhruf tafsiridan 45-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.